Mamlakatimizda sayyohlikni izchil rivojlantirish natijasida yurtimizga kelayotgan sayyohlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Xususan, viloyatimizda turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish borasida muayyan ishlar olib borilyapti. ...2025 yil 1-yanvardan 1-aprelga qadar Xorazm viloyatiga jami 1.100.000 dan ortiq sayyoh kelgan. Shundan 255.000 dan ziyodi dunyoning 86 ta mamlakatidan kelgan sayyohlar bo'lsa, qolgan qismi esa mahalliy sayyohlar hisobiga to'g'ri keladi. Har oyning 1-yakshanbasi mahalliy mehmonlarga muzeylarga bo'lgan qiziqishini oshirish va muzeylarga bo'lgan hurmatini oshirish maqsadida bepul xizmat ko'rsatish, ya'ni bepul qilib qo'yilgan. Shu bilan birgalikda har oyning seshanba va juma kunlari 18 yoshga to'lmagan yoshlarni, balog'atga yetmagan yoshlar bilan keladigan ota-onalarga ham bepul xizmat ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birgalikda ma'muriyatimiz tomonidan, ya'ni Ichanqal'a muzey qo'riqxonasi ma'muriyati tomonidan belgilab berilgan rejalar asosida ko'chma ko'rgazmalar, foto ko'rgazmalar tashkil qilish belgilab berilgan. Shu asosida hozirgi kunda Ichanqal'a muzey qo'riqxonasi bo'limlari tomonidan maktabni o'ziga borib, mahalla faollar yig'inlariga, nodavlat tashkilotlariga borib, davra suhbatlar, uchrashuvlar tashkil qilish belgilanib bo'lingan va reja asosida bu narsalar davom etib kelyapti. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan dugonalar 62-yil tug'ilgan qizlar ziyoratga keldik. Pahlavon Mahmud maqbarasini ko'rib chiqyapmiz. Juda ham ajoyib, yaxshi saqlangan. Naqshlar juda ham ajoyib kelishgan ekan. Biz kechqurun keldik. Kechga soat 6larda yetib keldik. Dam olib, ertalab aynalishga chiqdik. Ertalabdan beri aynalib yuribmiz. Sinfdoshlar dugonalar bilan aylangan boshqacha bo'lar ekan. Ajoyib bo'ldi. Hammamiz yoshlikni eslab, xushchaqchaqlik bilan xursand holda yuribmiz. Buxoroga borgandik. Buxoroda ham ajoyib tomosha bo'lgan. Bu yil yig'ilishib Xorazmga keldik. Zomin tog'lariga bormoqchimiz. Endi bu yildan keyin nevaralar bilan, o'g'illar bilan kelamiz. Turizm manzaralari, sayyohlar gavjum bo'lgan joylarda shubhasiz ularning emin-erkin sayohat qilishlari, xavfsizligini ta'minlash birinchi o'rinda turadi. Har bir sayyohni emin-erkin kelib sayohat qilib ketishi xavfsizligi yuqori darajada ta'minlanishga qaratilgan. Bunga misol qilib keltiradigan bo'lsak, yo'nalishlarda patrullik yo'nalishini tashkil qilish. Bizning Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasida patrullik yo'nalishlarimiz va bu bilan birgalikda turistlarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun har bir yo'nalishda shoxobchalarimiz o'rnatilgan. Bu shoxobchalarimizning maqsadi shoxobchalarimizdagi xodim tomonidan turistlardan kelib tushadigan har bir murojaat o'z vaqtida o'rganilib, tezkorlik bilan ularga yordam berilish maqsadida. Bundan tashqari Ichanqal'a hududimizda chaqiruv so'z tugmachalari joriy qilingan. Turistlarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan shoxobchalar hammasiga kuzatuv kameralari o'rnatildi. 2025 yil 1-aprel holatiga ko'ra Xorazm viloyatida turizm xizmatlari eksporti hajmi 85.200.000 AQSh dollarini tashkil qiladi. Viloyatdagi mavjud 262 ta joylashtirish vositasining 80% Xiva shahrida bo'lib, uning asosiy qismi esa albatta Ichanqal'a va uning atrofida joylashgan.